Kitob bu oddiy qog'ozlar to'plami emas. U tafakkur, bilim, orzu va tajriba xazinasi. Uning har bir sahifasi yangi dunyo eshiklarini ochadi. Har bir jumlasi insonni o'zgartiradi. Buyuk insonlar buyuk kitoblar ortidan yetishgan. Ular orzu qilishni, izlanishni va yuksalishni kitobdan o'rgangan. Kitob insonni jaholatdan najot etadi. Kitob tafakkurga yo'l ochadi. Kitob maqsad sari yetaklaydi. Farzandlarimizga kitobni sevdiraylik. Zero bilimli avlod yorqin kelajak poydevori. Kitob o'qing, o'zingizni o'zgartiring, dunyoni o'zgartiring.